Chilonzor tumani Beshqo'rg'on mahallasidan uchastka qidirganlar bo'lsa, 7 sotuvli mana shu katta uchastkamizni yer hisobida sotiladi. Mahallani ko'rishimiz mumkin. Bu tarafimizdan o'sha Olim-Polonga chiqib ketsak bo'ladi. Ya'ni Abu Saxiy, Bekbaraka bozorlarigacha ham juda ham yaqin masofa. Mana shu lokatsiyadan uchastka qidirganlar bo'lsa, uchastkamizda korobka holatda bo'ladi. Hozir ichkaridan ko'rsatib beraman. Hovlimizni ko'radigan bo'lsak, katta binoni ko'rishimiz mumkin. Bunaqasiga zelyoniy zona, hovlining etagida ham ikkita bino solib qo'yishgan. Xullas, agar bu planirovka yoqmasa, tekislab qaytadan quraman desanglar, men materialdan foydalanib juda ham chiroyli planirovka qilish mumkin. Uchastkamizning fasadi 20, bunaqasiga 35 razmerda. Atak planirovkasini tushuntiradigan bo'lsam, bu yoqda binoyimizga kirishimiz katta hol bilan boshlanadi. Uni o'zida 3 ta xona joylashgan. Bittasi katta zal, mehmonxona ko'rinishida, bitta katta yotoqxonasi alohida sanuzul bilan birga bo'ladi. Bitta bolalar yotoqxonasiga ham alohida sanuzul tashab ketilgan va mana bu darvozaxona tepasi katta bolxona ko'rinishida. Binoning tagida podvollari ham bor. Bu ko'rib turganlarda shu turishda remont qilib olaman desanglar ham zo'r variant. Xona yetmasa, bunaqasiga yana kamida bino qursanglar juda ham chiroyli planirovka qilish mumkin. Bu joyimizning narxini 1 sotixga $35,000 dan so'rashyapti. Hali kelishiladigan joyi bor. Bu lokatsiyada o'z yerlar $40,000 plus minus. Lokatsiya Telegram kanaliga ham joylab qo'yamiz. Pastdagilarning nomeri o'zingizlar bemalol savdolashib bo'ladi. Chilonzor tumani Beshqo'rg'on mahallasidan uchastka qidirganlar bo'lsa, 7 sotuvli mana shu katta uchastkamizni yer hisobida sotiladi. Mahallani ko'rishimiz mumkin. Bu tarafimizdan o'sha Olim-Polonga chiqib ketsak bo'ladi. Ya'ni Abu Saxiy, Bekbaraka bozorlarigacha ham juda ham yaqin masofa. Mana shu lokatsiyadan uchastka qidirganlar bo'lsa, uchastkamizda korobka holatda bo'ladi. Hozir ichkaridan ko'rsatib beraman. Hovlimizni ko'radigan bo'lsak, katta binoni ko'rishimiz mumkin. Bunaqasiga zelyoniy zona, hovlining etagida ham ikkita bino solib qo'yishgan. Xullas, agar bu planirovka yoqmasa, tekislab qaytadan quraman desanglar, men materialdan foydalanib juda ham chiroyli planirovka qilish mumkin. Uchastkamizning fasadi 20, bunaqasiga 35 razmerda. Atak planirovkasini tushuntiradigan bo'lsam, bu yoqda binoyimizga kirishimiz katta hol bilan boshlanadi. Uni o'zida 3 ta xona joylashgan. Bittasi katta zal, mehmonxona ko'rinishida, bitta katta yotoqxonasi alohida sanuzul bilan birga bo'ladi. Bitta bolalar yotoqxonasiga ham alohida sanuzul tashab ketilgan va mana bu darvozaxona tepasi katta bolxona ko'rinishida. Binoning tagida podvollari ham bor. Bu ko'rib turganlarda shu turishda remont qilib olaman desanglar ham zo'r variant. Xona yetmasa, bunaqasiga yana kamida bino qursanglar juda ham chiroyli planirovka qilish mumkin. Bu joyimizning narxini 1 sotixga $35,000 dan so'rashyapti. Hali kelishiladigan joyi bor. Bu lokatsiyada o'z yerlar $40,000 plus minus. Lokatsiya Telegram kanaliga ham joylab qo'yamiz. Pastdagilarning nomeri o'zingizlar bemalol savdolashib bo'ladi. Chilonzor tumani Beshqo'rg'on mahallasidan uchastka qidirganlar bo'lsa, 7 sotuvli mana shu katta uchastkamizni yer hisobida sotiladi. Mahallani ko'rishimiz mumkin. Bu tarafimizdan o'sha Olim